Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari. Akvalimin kanalida yana yangi video chiqmoqda. Bugun seximizda yasalayotgan tayyor hamda yarim tayyor bo'lgan alyumin hamda plastmassa ish romlar to'g'risida ma'lumot yuritamiz. Aziz do'stlar, videomiz boshida aytib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazorg'om Juma bozorida. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Demak, vaqtingiz bo'lgan holda sizlarga qisqacha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilib o'tamiz. Demak, alyumin profillarimizdan yasalgan deraza romlarimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, razmerlari bilan aytib o'tib ketamiz. Derazamiz balandligi 1.65, eniga 2 metr razmerdagi derazamiz. Xo'sh, juda ham chiroyli fason tanlab bergan. Tepa qismi 2 ga bo'lingan, past qismi esa 4 ga bo'lingan va o'rtada bitta ochilik tushirib berilgan, ko'rishingiz mumkin. Alyuminiy bir qavat oynasidan qilingan. Oynalarimiz esa oq oynalardan foydalanilgan. Xo'sh, razmerlari va narxlarini ham birdan aytib o'tib ketamiz aziz yurtdoshlar. Mana shu ko'rib turgan profillarimiz oq alyumin profillar, oq oynasi bilan olib borib o'rnatib berish ish haqida hammasi ichida 1 metr kvadrat 600 ming so'mdan tushadi sizlarga. Xo'sh, bu alyuminiy oq profillarimiz yonboshida plastmassa Zolotoy dub Alta Plus 6000 seriya quattro profillarimizdan deraza romlarimiz tayyorlanmoqda, ko'rishingiz mumkin. Plastmassalarimiz ichlariga metallari solinadi, hamma yog'iga samaralizar bilan mahkamlanib, ko'rishingiz mumkin. Qotirib chiqiladi. 100% metall solingan bo'ladi. 2 qavat paket bo'ladi. Paketlarimiz ichlariga dorilar solinib, germetikalar tutilgan bo'ladi. Bularimiz aziz do'stlar, Alta Pluslarimiz 1 metr kvadrat aziz do'stlar 900 ming so'mdan 2 qavat paket oynasi bilan sizlarga kelib tushadi. Olib borib o'rnatib berish xizmati haqida ichida. Xo'sh, bu xizmat haqi azizlar Samarqand viloyati bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz besplatni, qo'shni viloyatlarga yo'l pulini kelishilgan holda chiqarib o'rnatib beramiz. Davom etamiz. Yonboshimizda Zolotoy dub alyuminiy akfa profilimizdan ishlarimiz tayyorlanmoqda. Ko'rishingiz mumkin. 2 tabaqali juda ham chiroyli ishlar. Oshmoqlarni 4 tadan qo'yib berganmiz. Bu tomonimizda ham xuddi shunday 2 tabaqali ishlarimiz Zolotoy dub sifatida hali qulf kaltlar qo'yilmagan, faqat oshmoqlarni qo'yib, korobkalarni tuzib, qo'ndirib qo'yganmiz. Juda ham chiroyli sivet Zolotoy dub sivetlari va plastmassa forchkalarimiz aziz do'stlar. Xo'p, forchkalarimiz ko'pincha mana shu kanalimizga kuzatib borayotgan akalarimiz bilishadi. Obunachilarimizga maxsus chegirmalar tufayli bonuslarni qilib beramiz forchkalarni. Zakazlarga qarab bemalol aloqa chiqarasizlar. Va bu tomonimizda deraza romlarimiz xuddi shunday alyuminiy profilimizdan balandligi 1.65, eniga 1.60 razmerdagi derazalarimiz 5 ko'z fasonda yasalgan. Juda ham chiroyli bo'linmalarni tushirib berdik. Hammasini Xudo xolasa ertaga kechga sizlarga mana shu eshik romlarini usturovka jarayonidan ko'rsatib berib o'tamiz. Va 2 tabaqali standart eshiklarimiz. Xo'p, bularimiz eshiklarimiz kvadrati, deraza romlarimizga 600 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, eshiklarimizniki 700 ming so'mdan 1 metr kvadrat chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Past qismiga alikafonlarni joylashtirib beramiz, tepa qismiga esa oq oynalardan foydalanilgan holda. Mana bu tomonimizda mana tayyor deraza romimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, zakazlar bo'lsa aloqa chiqaveringizlar, kelishilgan hollarda chiroyli qilib yasab beramiz. Manzilimiz Juma svetofordan Savxoz yo'liga ketayotgan yo'lda birinchi akfa sex xuddi bizniki bo'ladi. Akvalimin kanalida mana shunday chiroyli videolarni sizlarga chiqarib borib o'tamiz. Xo'sh, seximiz ichkarisida ham romlarimiz mana rezinlar bosilyapti va dublit teraskalarimiz tayyorlanmoqda. Dublit teraskalarimiz F fasondagi shaklda deyiladi. Ikki yonboshda T fasondagi derazalarimiz va standart 2 tabaqali eshigimiz tushirilgan. Zolotoy dub alyumin profillarimizdan foydalanilgan holda. Kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Svetlar har xil svetlarida mavjud. Xohlasangiz Zolotoy dub, xohlasangiz Sheffieldskiy, xohlasangiz mana antrasit, mokrospol svetlarida mavjud. Kimga qaysi svet kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz deb umid qilamiz. Sizlarga eng so'nggi ma'lumotlarni, narx-navolarni mana shu kanalimizda iloji boricha ko'proq joylashtirib boramiz. Sizlardan bitta so'raladigan narsa, bittadan like bosib, bittadan obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Mana shunday ish romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, obunachilarimiz uchun boya aytgandek bonuslar bo'ladi. Sizlardan hech nima ketmaydi. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, ertaga o'zlaringizga kerak bo'ladi. Xo'sh, kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, videomiz kommentida kutamiz. Ya bo'lsam, nomerimiz yozib qoldirilgan. Ikkala nomerimiz ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Musofirda akalarimizga qulaylik bo'lishi uchun mana shunday kerakli videolarni ko'proq chiqarib borishga harakat qilib o'tamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, sog' salomat bo'lingizlar.